aqli kalta kelinlar o'zini qaynonasi bilan teng bo'lishga harakat qiladi. Ayolingiz hech qachon onangiz o'rnini bosmaydi. Keyin shunaqa aqli kalta kelinlar haqiqatdan o'zini qaynonasi bilan o'zini teng bo'lishga harakat qiladi. O'zini qaynonasidan eri uni ustun ko'rishini, uni gaplarini ma'qullashini, unga ko'proq mehr berishini, unga ko'proq e'tibor berishini xohlaydi. Aqlli ayollar mana shu yoshga kirg'izib qo'ysam o'g'limmi? Shu yoshda bo'lsa o'g'limmi? Keyin meni ham hurmatim bo'ladi. Hozir men o'zimni ayollik hurmatimda, ayollik pozitsiyamda turavering. Xo'jayin bo'lib ketmang. Xo'jayini gap o'tadigani, gaplarini haqiqatdan o'tqizadigani bu bizani qaynonamiz bo'ladi deb tan olishni bilish kerak. O'shaning uchun o'zbeklarning orasida eng mashhur maqoli bor. Qaynonali kelin, qarqara kelin, qaynonasiz kelin, masxara kelin. O'shaning uchun qaynonamiz qadriga yetaylik, oldimizda bo'lganligiga shukr qilaylik.